o'ylaganimdek hamma narsani zo'r chiqarib berdik. Shubhali ketdimi aka? Shubhali 100% ketdi. Akalar assalomu alaykum. Buyurtma asosida Doniyor akamizga Leapmotor C16 ikkinchi paysi qora garanji gibrid variantini olib kelib berganmiz. Leapmotorga rastroshkalar yopib qo'yilgan hisobiga akamiz pul to'lamayman dedilar. Yarim pulini to'lab berdilar, yarim pulini biza to'lab Xitoy bilan o'rtalarida garant qo'yib, mashinaning nomlariga olib kelib berdik. Aka, boshida qanaqa samimiy bo'ldi? Bunda podpischiklik aytib bersangiz xursand bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor boshida rosa samimiy bo'ldi. Endi hech kim bilmaydi, rastamashka yopildi deyishdi, ruxsat berilmadi deyishdi. Endi o'zingiz aytdingiz, 100% garantiya beraman dedingiz. Javobgarlik bo'ynimizga oldik. Ha, albatta. Endi 100% bo'ladimi deb men ham 2-3 marta so'radim. Ha, 100% qilib beraman, javob beraman deganingizga aka ishondik. Endi Xudoga shukr, zo'r bo'ldi. Undan ham o'ylaganimizdan ham yaxshi bo'ldi. Ming rahmat aka, hammaga maslahat beraman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi Jahon akaga. Yaxshi kunlarni bersin Iloyim aka. Nimaga aynan Jahon Motors tanladingiz? Bunday podpischiklik aytib bersangiz. Bitta sabab bo'ldi aka. Instagramlarda ko'p yaxshi otziv ko'rdim. Aha. Olib kelib berayotganlaringizni ham ko'rdim. Shuning uchun bemalol Xudo xolisa ishondim. Akalar ko'ryapsizlar, otziv uchun kelganlar, narx-navoni ahamiyati, glавный ishonch bildirib kelganlar. Bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Agar sizga ham buyurtma asosida kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, qo'ldan kelgancha tezlashtirib olib kelib beramiz. Doniyor aka, yaxshi kunlaringiz bersin. Hamkorlik qilganimizdan xursandmiz aka. Rahmat aka. Sog' bo'ling aka. Yana tanishlar bo'lsa, sizga yuboramiz albatta. Xursand bo'lamiz inshaalloh. Rahmat. Ishingizga rivoj.